Qashqadaryo viloyat hududida xavfsiz muhitni yaratish, huquqbuzarliklar va jinoyatchilikni barvaqt oldini olib, kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish, fuqarolarni giyohvandlikdan asrash, mahallalarda osoyishta hayotni ta'minlash, ijtimoiy vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlab, uyushgan jinoyatchilikka qarshi murosasiz kurash borasida Davlat xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi va Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hamkorlikda bir qator tezkor profilaktik tadbirlarni amalga oshirmoqda. Jumladan, G'uzor tumanida yashovchi 1982-yilda tug'ilgan muqaddam sudlanmagan Dilmurodova Sabohat 610 gramm gashish giyohvandlik vositasini uyda saqlab kelayotgani, xuddi shuningdek Dehqonobod tumani hududida Qarshi tumanida yashovchi Ergashev Akmal 321 gramm marixuana giyohvandlik vositasini sotish maqsadida olib yurgani tezkor tadbir jarayonida aniqlandi. Hozirda tergov organlari tomonidan har ikkala holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. O'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida giyohvandlik vositasini saqlash, o'tkazish, sotish bilan bog'liq 10 ta jinoyatlar aniqlanib, jami 1200 grammga yaqin giyohvandlik moddalari hujjatlashtirilib olindi. Oqibatda 3600 nafardan ortiq fuqarolarning hayoti zahri qotildan asrab qolindi. Bundan tashqari o'tkazilgan tezkor va manzilli tadbirlar natijasida jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi 2 dona ov quroli va 64 dona o'q-dorilarni qonunga xilof ravishda ruxsatsiz uyda saqlab kelayotgan shaxs aniqlandi. Kitob tumanida yashovchi 1998-yilda tug'ilgan Marikov Malik 1 dona ov quroli va 11 dona o'q-dorilarni uyda noqonuniy saqlab kelayotgani aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirilib olindi. Qonunbuzarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 248-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tadbirlar natijasida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi va 277-moddasida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir qilib, tergov organlaridan yashirinib yurgan 2 nafar qidiruvdagi shaxs ushlandi. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar vakillari bilan hamkorlikda tashkil etilgan tadbirlar viloyat miqyosida davom ettirilmoqda.